o'rtakash kerak emas. Ba'zi yerlarda gaplar qisilib qolyapti. Bizi gapirilgan gaplar o'tmayapti-da, sizni gapirilgan gaplaringiz o'tyapti. Keyin yukka onasi, otasi xavorij, mot bo'ldi, u bo'ldi deb turib, salohalar qo'yib video chiqarib olyapti. Bu bilan xuddi bir islom diniga qanaqadir bir manfaat, islom dinini bir dunyoga ko'rsatgandek qilib tashlab qo'yapti. Ya'ni bu ayni bu o'zlariga berilgan xulqi bo'lib qolyapti. U yerda masalan bir Salohiddin degan bola bilan yaqinda gaplashdinglar. Bu Dorul haqida, Dorul haqida emas, u Salohiddin Obshix nimaga taklif beradigan bo'lsa, u bilmadim nimaga taklif bermadi, davlat ishlariga o'tdi. Xullas gapi qisildi u balani. Endi hozir har YouTube'da bitta Salohiddin yo'q, bitta video, to есть bir video ikkita istiloh yozilgan. Birisi onasi, otasi, biri xavorij, ya'ni buni hozir bu gaplarimni tushunmayman. Degan gaplar tamom Telegramda bo'lsin, hamma uchun bir bo'lsin. Chunki bir-birimizda baland ko'rmaylik, bir-birimizni ko'rmaylik. Mavzu ochiq bo'lsin, hamma tushunadigan bo'lsin, hech kim kibrlanmasin. Shuni qilaman. Lekin bu yerga kirib, agar men hozir biron mavzuni boshlasam, albattaki siz javob bera olmaysizda, keyin boshlaysiz. Har xil gaplaringiz bor. Dunyo gaplari bilan bu yoshlarni ongni zaharlaysizda, o'z gapingizni o'tkazasiz, shu bilan biz ovoz qisqaradi. Keyin ertaga biz YouTube'da xavorij mot bo'ldi, yo u bo'ldi degan har xil videolar ko'ramiz. Buni qilaman, shuning uchun ochiq bo'lsin mavzu. Bitta guruhni ochamiz. Masalan, men ochsam, men o'zim modalit ko'raman, u yerda hech qanaqa admin ham bo'lmaydi. Xolis kirdi, xolis savol qilin. Rozimiz shunga? Xo'p. Sizni nima deb chaqirayman? Granat deyveraymi? Granat deng. Granat. Xo'p, bu joyda biroz tuhmat qilyapsiz. Biz bir bahsni qiladigan bo'lsak, hozir siz bilan kelishadigan bo'lsak, mana shu joyda sizni ovozingizni madaniy suratda bahs qilsangiz o'chirib qo'ymaydi hech bitta admin va biz hech bitta odamga tuhmat qilib hammani gapini eshitmasdan turib ana mot bo'ldi deb tarqatmaymiz. Bizni ilmiy bahsdan ko'zlagan maqsadimiz kimnidir mot qilish ham emas. Ilmiy asoslarda shu kunga qadar madaniy suhbatni qilib kelyapmiz. Siz aytgan Salohiddin degan bola bilan bo'lgan suhbat menimcha 1 yil oldingi, undan ham oldingi suhbat u. Eski narsani siz ko'rgansiz. Eski adashib ketmang, to'g'ri gapiring. Bir oy bo'lgan. Siz o'zi ketyapsiz, tushunyapsizmi? Vallahi men hayotda shunday narsani sezamanki, qachonki inson haqli gapirsa, u ikkinchi taraf botil bo'lsa, o'sha adashishni boshlaydi, gangirashni boshlaydi. Siz o 1 yilga o'tib ketdingiz o'sha. 1 oy bo'lgan yo'q bu masalaga. Hozir siz shogirdlaringiz onasi, otasi qilib yozib tashlabdi yukka. Bir og'zim aytmaysiz, bunday yozishmagin. Bu bolani oxirigacha gapirtirishmading. Nimaga bunday qo'yishding? Demaysizmi bularga? Hozir bularingiz nima dedi, siz chiqib ketdingiz. Sen LGBT'misan? Sen vahobiymisan? Sen hezalaymisan deyapti. Yo, shunday gap boshlayapti. Shumi siz shogirdlaringiz? Tuhmat qilmang. Unday gap boshlagani yo'q. Men yozib qo'ydim Yozib qo'ydim, tashlab beraman. Unaqa gap boshlagani yo'q-da. Unaqa hozir siz menga nisbatan tuhmat qilyapsiz. Men sizni gapingizni eshitdim oxirigacha. Sizni gapingizni oxirigacha eshitdim. Siz gapni o'rtasidan bo'lishni siz boshlayapsiz. Bu yerda hamma ko'rib turibdi. Yo'q, gapiraman zotan. Mana shunaqa vaziyat bo'lgan paytida siz hozir gapiring deyapsiz. Siz to'g'rilab qo'ydim, 1 yil devordingiz. Bir oy to'g'rilamang. Gapirib qo'ydim, men xato gapiramanmi? Xato gapiramanmi? To'g'ri gapiramanmi? Madaniy suhbat qilayotgan odam oxirigacha eshitadi. Sizga o'xshab shunaqa gapi bo'lavergani uchun ba'zi odamlarni ovozini o'chirishga majbur bo'lganmiz ba'zi paytlarda. Lekin yana qaytadan aytaman,
madaniy suhbat qilsangiz, uni hech qachon o'chirmaydi hech kim. Bu bir. Ikkinchidan, sizlar suhbat qilayotganinglarni men eshitib turgan edim. Boshqa bir ish bilan mashg'ul edim. Sizlarning gapinglarga aralasha olmadim. Mavzuni bu yerda 400 dan oshiq odam eshitib turibdi. U sizga gapirgan odam sizni LGBTmisiz, hezalaymisiz deb gap boshlagani yo'q. Tuhmat qilyapsiz. Sizga assalomu alaykum dedi, siz va alaykum dedingiz. Nima siz meni musulmon deb bilmaysizmi deydi. Sen Petrga mo'tiram menga shunaqa salom beradi qildingiz. O'shanga javoban gapirdi u. Ya'ni siz nimaga yuqoridagi gaplarni kesib tashab, hozir odamlarga provokatsiya qilib gapiryapsiz? Chunki uslubingiz shunaqa bo'lib chiqyapti. Bu bir. Ikkinchidan siz hozir undoq qilasiz, siz hozir mundoq qilasiz deyapsiz. Sizga aytib qo'yay, vahiy to'xtagan. Meni nima qilishim to'g'risidagi gap sizga vahiy bo'lishi mumkin emas. Ikkinchidan folbinlik harom. Bir odamning nima ish qilishi to'g'risida fol ochish mumkin emas, joiz emas shariat bo'yicha. Siz agar ilmiy bahs qilaman desangiz, u alohida joy ochib olib, chiqib olib, hamma xohlaganini gapiradigan joy emas. Ilmiy bahsning kriteriyalari bor. Hozir sizga 3 minut vaqt beramiz. Nima da'voyingiz bor bizga nisbatan? Sizdan oldingi bola bilan gaplashdim. U bola juda tushunib yetdi nima haqida gap bo'lganligini. O'shani ham siz aylantirib, o'rgiltirib, kaliso, maliso deb demokratiyaga taqadi deyapsiz. Unaqa gap bo'lgani yo'q. Zapis ketyapti. Biz buni YouTube'ga qo'yamiz. Bizi gapimizni ilmiy ekanligi, Hanafiy mazhabida qanday masala borligi, demokratiyaning asli nima ekanligi, biz islom diniga amal qilganimiz uchun mavjud tizimda islomga zid bo'lmagan qonunga amal qilamiz deganimni hamma ko'rib, eshitib, bilib turibdi. Bitta siz tushunmay qolgan bo'lsangiz, hamma tushunganlar uxlagan bo'lmaydi. Balki siz aqlingiz yetmagan bo'lishi mumkin. U tomondan kelishingiz kerak. Sizga 3 minut vaqt. O'rtada o'sha Farruh Bro degan profil admin. Agar 3 minutdan ko'p gapirib ketsam, to'xtang. 3 minutdan ko'p gapirib ketsam, Farruh Bro meni ham ovozimni o'chirsin, ogohlantirsin. Agar jumla tugamagan bo'lsa, tugatishga iltimos qilsam, mayli bersin. Sizga ham shu. 3 minut vaqt. Nima da'voyingiz bor? Keyin suhbatni boshlashdan oldin mavzu nima o'zi? Shariat bo'yicha gaplashamizmi? Siyosat bo'yicha gaplashamizmi? Mantiq bo'yicha gaplashamizmi? Nima? Mavzu nima? Shuni ayting. Keyin o'rtada Farruh Bro bizga moderator bo'ladi. Ikkalamiz o'rtamizda boshqa hech kim aralashmaydi. Sizga 3 minut, menga 3 minut, sizga savolga imkon, menga savolga javob, men savol beraman, siz savolga javob. Shunaqa qilib bahs qilamiz. Qani ko'raylikchi? Tamam. Biz xato bo'lsak, biz xato bo'lsak tavbamizni qilaylik. Tugadi. Mavzuni ayting. Bo'ldimi, gapiraymi? Qarang, siz ayolligingizni. Siz chiqib ketdingiz, men gruppadan chiqyapman. Birozdan keyin kiraman dedingiz. Endi hozir eshitib turdim deyapsiz. Ayyorlik jumlamachilik qilishingizni. Astagfirullah. To'xtang endi. Endi to'xtang endi. Endi to'xtang. Endi to'xtang. Men gapiryapman. Farruh Bro, to'xtang. Siz gapni boshlaganingiz yo'q. Siz menga tuhmat qilyapsiz. Men chiqib ketmadim. Ovozimni o'chirib qo'ydim. O'zimni ovozimni o'chirib qo'ydim, meni gapim eshitilmasin uchun. Siz hozir meni ayyor, makkor deb haqorat qilyapsiz. Hali bahs boshlangani yo'q. Odatda Abror Muxtor Alini odatda bekitadi. Chunki siz gap yo'q, hali sizga hali muddat boshlangani yo'q. Siz hali muddat boshlangani yo'q. Hali muddat boshlangani yo'q. Siz meni hali bahs tugamasdan oldin meni haqorat qilyapsiz. Makkor deyapsiz, ayyor deyapsiz. Mana shu gaplaringizga javob olganingizda jirillayapsizlar. Sizlar mana shu tuhmatinglarga, mana shu ummatni uxlaydigan qilib ko'rsatib, ummatni ahmoq qilib ko'rsatib, ummatni ustida har turli tuhmatlarni qilganinglarga, seryozni jiddiy javob olganinglarga jirillayapsizlar. Jirillamasdan gapiring. Makkor sakkorni yig'ishtirib qo'ying. Kim makkor, kim xolis, xalq o'zi ko'rib bilib turibdi hammasini. Sizga endi Farruh Broga, moderatorga ixtiyor beramiz. Gapiring endi. 3 minut dedingizmi? O'zida turing. Sanat, o'tab turing. 400 ta odam dedingiz. 3 minut beradi sizga hali. Hali vaqt ketgani yo'q. Meni eshityapsizmi? Men gapirmayman.
to'xtab turingda, domla bunaqa aytyapti sizga. Birinchi mavzuni qo'yib olsak, keyin sizga 3 minut vaqt belgilanadi. Mavzuni o'rniga siz nima deyapsiz? Siz ayyorligingizni qarang, o'zingizni qarang deyapsiz-da. Bu narsani tushuntirib beraylik gap yo'q. Siz ham bilaman qanday bu yerda rol o'ynashligingizni. Ana yana tuhmat. Hozir domlangiz aytdimi? Endi meni gapimni eshiting. Hozir menga tuhmat, aybdor, ayyor dedimi? O'zi aytib chiqib ketdi-ku. Men chiqib ketyapman dedi. Chiqqanim yo'q, mikrofonni bekitib. Yarmini kesib qo'ydi deb gapiryapti. Ey, qarang. Ya'ni granat gapni gapiring. Bularni to'g'rilashtirmaylik. Men aytdimki, men va alaykum dedim. Bola salom beradi. Chunki men bu bolani va alaykum dedim. Ha, o'shani bekitdingizda. O'shani bekitdingizda, o'shani gapirmasdan siz, o'shani bekitdingizda, o'shani gapirmasdan siz, o'shani gapirmasdan meni hezalak deb gap boshladi deyapsiz. Tuhmatda u erkak bo'ling. Aytgan gapingizga javob bering siz. Unaqa gap boshlagani yo'q. Shogirdingiz shunday gap boshlaganini. Unaqa gap boshlagani yo'q. Shunday gap boshlagan. Men shunaqa gap men yozib qo'ydim buni, vallohi. Yo'q, boshlagani yo'qda javob berdi. Siz gapirib uni Pyotrga o'xshatdingiz, keyin javob berdi. Men hali elgi pul so'zini ochmadim, shidalak so'zini ochmadim. Pyotr dedingiz lekin. Men shogirdingiz birinchi bo'lgan. Pyotr dedingiz. Men shogird emasman. Farruh boshladi bu gapni. Yo'q. Men shogird emasman. Salomiga va alaykum javobim. Va alaykum deb javob. Ovozni o'chirib turaman-da, boyatdan beri imkoniyatim bor, ovozni o'chirib turishga gapingiz to'xtamayapti-da. Men sizni musulmon deb assalomu alaykum dedim-da, musulmonmiz, alhamdulillah dedingiz. Bo'ldi, mayli, mana narsa kuzib olaylik. Hozir mana 60 ta odam biz galamiz gaplashganimizni kuzatgan deyapti-da. Sizga hozir 3 minut vaqt qarib berildi. Mavzuni qo'ying, bahslashmoqchiman dedingiz. Qani gapingizga javob bering. Mana shu narsalar tekiga suring, hozir gapni aylantirib, urush bu yerda narsani maqsadga erishmaymiz-da. Mavzuni birinchi qo'ying, mana mavzuda gaplashamiz deng. Ashunga sizga xolisiz ularga birinchi 3 minut vaqt beriladi. Shu 3 minut vaqt ichida gapingizni gapirib olasiz. Keyingi odamga inshaalloh vaqt beramiz. Ovoz zot pangrat. Mavzuni qo'ying o'rtaga. Gapni bu yerda 400 ta odam dedingizmi? Ey abror. 400 ta odam uchun ko'ngilni och. 400 ta odam uchun javob berasiz. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu." Subhanahu wa ta'ala. Biz o'liklarni tiriltiramiz. Ularni qo'kizib ketgan qaddamlarini gapirgan gap, kimni qaysi yo'l bitta yo'lni 12 tomonligi yozilib deyapti Alloh subhanahu va taolo. 400 ta odam 400 ta odam uchun ko'zingni och abror. Men taklifim shuki, shunaqa o'rtakash bo'lmasin, hozirga o'xshab bekitmasin, bitta Telegramga kiraylik, gruppani ochaylik, admin udalit bo'lib chiqib ketsin, hech kimning ovozini bekita olmasin. Vallohi billahi men so'z beraman, u yerda birovni haqorat qilmaydi, ilmiy bahs bo'ladi. Tushunib oldimmi? Yo'q, tushuntira oldim. 3 minut vaqtim tugagan yo'q, gap kesilmasin. Shunday bahs bo'ladi. Kirib masalan men birodarlarim bor, yonimga oladi. Qani birodarlarim bo'lsa hozir qo'shilib gapirasiz, gapira olmaydi, chunki huquqi yo'q bu gruppada. Kash ochib olgan, o'zini ko'rsatyapti. Domla u dedida, domla patxalimlik qilyapti. Zubilla. Kimdan ortda? Mu'min mushrik bilan hech qachon bitta bo'lolmaydi. Bunulloh sallallohu alayhi vasallam aytgan Oysha onamizga: "Ey Oysha, qalblar mujohidlar kabi bo'ladi. Mu'min mushrik bilan hech qachon chiqmaydi" degan. Mu'min bilan birlashadi. Qalblar bir-birini tanisagina birlashadi. Shuning uchun men birlasha olmayman bular bilan. Shuning uchun ochiq o'rtaga mavzu tashlayapman. Bitta guruhni ochamiz Telegram guruhda. Admin udalit bo'ladi, hech kim ovoz qisa olmaydi. Tartib bilan men javob beraman. O'rtaga kim qo'shilsa, o'sha uchun men javob beraman. Kim haqorat qilsa, men javob beraman. Chunki u yerga men faqat talabul ilm kiradi. Men u talabul ilm kirgizaman, sen abror kimligini men o'sha yerda ko'rsataman. Aylantirib demokratga olib ketganingni ko'rsataman. Bu yosh avvalda aldayotganingni ham ko'rsataman. Bugungi mavzuni ham ko'taraman. U piramidani ham aytaman. Piramidalarda sahobiylar yo'q qilmagan. Piramida ochilganiga 50 yil uni kavlab qish u sahoda edi, u piramida qum bosib ketgan edi. Sahobiylar u yerda Misrda qilganda piramidani ko'rishmagan edi, yer tagida edi. U ochilganiga bu arxivchilardan so'rachi 70 yil bo'ldi piramida. Sallallohu alayhi vasallam
Kabaga kirib butlarni sindirdi. Sahoba Qayoqqa ketyapti bu bola? Hozir bu bola leksiya o'qiyapti shekilli. Men Yo'q, hali to'xtang. vaqt qo'ymadim Buni dedim. ha, buni ovozini ya'ni o'chiradigan odam bo'lmasa, mana shunaqa uslub qilmoqchi. Yana bitta ikkita o'ziga o'xshagan odamni kirgizadi, shunaqa guruh qilmoqchi-da. Men u yoqqa kiraman, masalan, bismillahirrohmanirrohim desam, ana bini mahrajini to'g'ri chiqarmading. Ana sen mushrik bilan meni qalbim to'g'ri kelmaydi deb to'rt tomondan shallaqalik qilishga harakat qilyapti. Granata. Meni sansirab gapiryapsiz-da. Men sizni sansiramayman. Madaniy suhbatda bahs qilamiz deb da'vo qilgan odamlarni shu kunga qadar mana shunaqangi uslub qo'llagani uchun alaminglar bosilmayapti sizlarni. Sizlarni alaminglar bosilmayapti. Sababi men har doim madaniy suhbatga madaniy javob berib kelganman. Ilmiy bahs qilaman deyapsiz-da. Siz ana makkorligingni qara deyapsiz. Ana u o'rtadagi odamni tanib tanimasdan pathalim deyapsiz. O'zingiz gap boshlaganda assalomu alaykum degan odamga va alaykum deyapsiz. Sizlarni mushrik deb bilaman deyapsiz hozirgi gapingizda. Bizni mushrik deyish bizni eng katta haqorat. Eng katta haqorat. Meni mushrik degan odamni agar mahkama bo'lganda edi, shariatga ko'ra ta'zir talab qilardim. Sizni ta'zir berishligini Hazrat Umar radhiyallohu anhu ta'zir bergan singir ta'zir talab qilardim. Haqorat bu. Sizlar haqorat qilsanglar bo'laveradi, bizga nima sholpayib qoladimi? Biz lekin haqorat qilmaymiz. Biz mana shunaqangi o'xshagan, mana shu shallaqlik qilayotgan odamlarga javob beramiz. Bizning javobimiz sizlarni mana shunaqangi bir o'rinda o'tira olmaydigan qilib qo'yadi. Tipirchilaysizlar, u yoqqa sakraysizlar, bu yoqqa baqir-chaqir. Nima keragi bor baqir-chaqirni? Mavzu nima deb so'rayapmiz. Men 3 marta qaytardim, o'rtadagi moderator 3 marta qaytardi. Voy, mavzu nima? Demokratiya haqida gaplashamizmi? Shariatdan qaysi usul bilan gaplashamiz? Qo'ying o'rtaga. Nima qilasiz? Makkor-sakkor nima qilasiz? Nima qilasiz o'zingizni bu yerda kirib sharmanda qilib? Siz hozir siz xohlagan maydonga borib biz sizni baqir-chaqiringizni eshitib kelishimiz kerakmi? Biz xohlagan joyda bahs qilamiz. Jonli efirlarni yoqib qo'yganmiz. 800 dan oshiq odam Facebookda qarab turibdi. Bu yerda 400 dan oshiq odam, 500 ga yaqin odam qarab o'tiribdi. Qani biz bularni uxlata olarmikinmiz? Bu xalqni uxlay oladigan ahmoq deb o'ylayapsizmi siz? Buncha xalq, buncha jamoatni aqli xushi joyida, siz ahmoqsiz. Buncha xalqni bitta odam chiqib uxlatib qo'ya oladi degan tushunchani tarqatadigan siz ahmoqsiz. Hozirgacha qancha haqoratlarni qilib tashlayapsiz. Hozir bu yerda hamma mushrik bo'ldimi endi sizga? Keling, siz o'zingizni agar duxingiz yetmasa, olib keling tolibi ilmlaringizni. U tolibi ilmlar ham kiradi. 1000 ta tolibi ilm kirsa ham bahs bitta odam bilan bo'ladi. Bitta odam bilan bo'ladi, o'rtada mavzu tanlanadi. Qaysi mavzu, qaysi oyat haqida biz noto'g'ri tushunyapmiz. Bizni mushrik deyapsiz. Qaysi asosga ko'ra? Qur'on sunnat bilan gaplashaylik. Qani gaplashaylik deyapmiz. Mavzu yo'q sizda. Makkordan boshlab u yog'idan piramidaga o'tib ketib qolyapsiz. Piramidani ochilganiga 70 yil bo'ldimish. Xo'p. Hozir og'zini ochaman, oldimda hamma narsani eshitib turibdi. 8 yashar qizim borda, meni mushrik deganiga yoqasini ushlayapti-da hozir. Mo'min odamni kofir desa, asha yo'q menga keladi, asha gapirgan gapni. Yo'q, mana shu gran o'ziga boradi-da. Agar mana shu narsani bilsa. Asha 8 yashar qizim hali bilarmikin mana shu narsani? u hadisni yaxshi bilaman. Sen mushrik dedimmi, so'zimga javob beraman. Men oyat o'qidim senga. Meni kitobi ammamga yozildi meni gapim. Abror yana gap kalomchilik qilyapti. Men taklifimni tashadim. Любой mavzuda gaplashamiz. Asli mavzu din. Bu bugungi kunimizdagi din. Tushunyapsanmi? Dinni o'rgatsang. Ularga ertak aytma, Abror. Bitta Telegram ochishga rozimisan, shuni gapir. Bu piramida degani men uxlatgan joyini to'g'rilab qo'yapman. 70 yil bo'ldi ochilganiga. Qarachi, u sahobiylar kelib nimaga buzmagan?
qolganda, rozi bo'lganda deb tuhmat qilding sahobiylarga. Shuning uchun men aytdim, sahobiylar ko'rmagan bu piramidalarni. Qumni tagida edi, arxeologlar ochdi yaqinda. Tushunyapsanmi? Mavzu, ya'ni taklif etildi. Telegram ochib kirishga rozimisan? Shunga javob ber, tamom. Javob desang, men bariman sendan. javob berdim. Men Javob hozir bersin. javob berdim men. Rozimisan ochib Javob kirishlikka? javob berdim. Biz hozir yangi bir guruh ochadigan bo'lsak, shu yerda hozir shuncha odamni tepasida shallaqiliq qilib, ovoz gap bermasdan haqorat qilib tashlayapsiz. Sizni atrofingizga 3-4 ta odam kirsa, hech kimning ovozini, hech kimning ovozini, hech kimni Alloh subhanahu nimaga haqorat qilmadingiz? Meni makkor deyapsiz, ayyor deyapsiz. Bu mahkama bo'yicha isbot qilish kerak bo'lgan masalalarni ko'tarib bizni mushrik deyapsiz. Bular haqorat bular. Siz o'zingizni mushrik deyilishligingizni haqorat deb qabul qilmasangiz, qilmay qo'yavering. Lekin biz uni haqorat deb bilamiz. Innamal mushrikuna najasun degan Alloh taolo. Siz hozir bizni mushrik deyapsizmi? Siz bizni najasam deyapsiz. Haqorat biz uchun bu. Siz qaysi mavzuda gaplashmoqchisiz? Nimaga hayajonga berilib tipirchilayapsiz? Nimaga ya'ni jazabaga tushyapsiz? Mavzuni ayting. Siz qaysi mavzuda biz bilan gaplashmoqchisiz? Bitta mavzuni oling. Umumiy bo'lmasin, hamma xohlaganini gapiradigan emas, umumiy bo'lmasin. Qo'ying o'rtaga. Mana bu mavzu bo'yicha gaplashaman. Meni gapim bu, sizlar mana bu masalada buni gapirasizlar. Qani shariat bo'yicha gaplashamiz. Deng, qo'ying o'rtaga. Mana shu yerda birovni gapini bo'lmaydi, sizga muhlat beriladi, menga muhlat, savol-javob qilamiz, dalil keltiramiz. Qo'ying, qaysi mavzuni gaplashaylik? Granata ovozi eshitilmayapti, gapirayotgan bo'lsangiz. Menimcha chiqib ovozi tikkalaguncha chiqib qaytadan kirish kerak. Chiqib kirib qo'lingizni ko'taring, ovozingiz kelmayapti. Siz bilan madaniy gaplashishga harakat qilyapmiz-da, lekin siz o'zingizni tutishingiz xuddi xavorijlardek bo'lyapti-da. Xavorijligi aniq. Siz kimligimi? Xavorij gaplashmagansiz, mushrik deyapsiz-da. Xavorij ekani aniq bularni. Bularning xavorij ekani aniq. Hozir usul bo'yicha gaplashamiz, qani? Chiqib qaytadan kirasiz, granat. Oyatda o'qib kelayotganim xavorij shu Hazrat Alini o'ldirganlar ham oyatda o'qib o'ldirgan. Xo'p, granat gapirmayapti. Eshitayotgan bo'lsangiz, chiqib qaytib kiring. Ovoz eshitilmayapti. Bitta mavzu bilan keling, mana mavzuda gaplashmoqchiman deng. Chiqib ketdi, kirsa kerak. darrov mavzuda Ali radhiyallohu anhuga burmaylar. Osmon ibn Affon radhiyallohu anhuga burmaylar. U xavorijlarning holatini juda yaxshi bilaman, sendan ham yaxshi bilaman. Sizlarda makr Yana boshlandi. darrov shu yoqqa burishsa, o'sha Alini o'ldirganlarni avlodi bular deb boshlasasan. Keyin bu yerda o'tirgan 4 ta avvom domla Alloh rozi bo'lsin deb bitta mushrikka Alloh rahmatini istab birishaveradi. Xo'p, mavzu granat. Haddingizdan oshyapsiz. Mavzu shuki, taklif bo'ldi senga. Sen rozimisan Telegram ochib shu yerda bahs qilishga? Shuni gap. Biz mar Telegram o'zim yo'q. Sen qo'rqoq bo'lasan. Yo'q, qo'rqoqsiz hozir. Telegram ochilgan, Telegramda o'tiribmiz. Yetmagan bo'ladi. Biz Telegramda o'tiribmiz. Men bu joyda bahs qilaman-da, Telegramda o'tiribmiz hozir. Men o'sha men aytgan maydonga bormasang qo'rqoqsan degan gapingiz sizga o'zingizga qaytaraman. Siz qo'rqoqsiz. Hozir o'zingizni sharmandalik mavzuyingizga bizni tortib kela olmasa qochdi demoqchisiz. Hozir siz qochib ketasiz, ko'rinib turibdi. Mavzuni tanlay. Shirk haqida. Bekitib qo'yapti o'taga sonlar. Yo, nimaga berkitayotganini hamma ko'rib turibdi. Elkimsan javob ber. Gruppa demay ochaman. Mana ochib. Gapirmay. Yo, men xafa bo'lmayman. Yo, men sizni sizlayman. Turistda bola ham kiradi. Faqat admin bo'lmaydi o'rtada. Ochiq gaplashamiz. Demak qochyapsiz. Qochyapsiz. Qochyapsiz demak.
bunaqa hozir bitta guruh ochilsa, o'tgan safar haligi Ahmadiylar bilan bo'lgandaqa bir natija bo'lmaydi-da. O'shani xohlayapti bular. Agar o'rtada moderator bo'lmasa, Granat. men o'chirganimda o'chirib qo'yilmasa, maqsad bo'lmaydi. Yo'q, bu aniq u. Buni maqsadi yo'q o'zi. Hozir o'sha shallaqiliq qilib, baqir-chaqir qilib qochmoqchi. Mana shunaqa qildim deb. Granat. Agar haqiqatda ilmiy bahs qiladigan odam bo'lsa, unaqa gapga aylantirib o'tirmaydi. Mavzu bu deydi, shaxslarni chekkaga suradi. Kim mushrik, kim musulmon, kim unday, kim bunday, uni hammasini o'zi tarix ham ko'rsatadi. Zapis ketyapti, hamma yozib turibdi. Juda katta auditoriya, mingdan oshdi Facebookdagi auditoriyamiz hozir. Yangi uni takallufi nima keragi bor yangi bitta ishga? Bizni mushrik ekanligimizni isbotlashingiz kerak. Mavzu shu. Oching, qani bizni mushrikligimizni isbotlang. Yaqiniy dalil keltiring. Agar na'udhu billah, agar mushrik bo'lsak, biz tavbamizni qilaylik. Agar mushrik bo'lmasak, siz tavbangizni qiling. Unaqangi jirillashni nima keragi bor? To'g'rimi? Hozir men tushuntirib o'taydi. Hozir o'rtada moderator men turgan bo'lsam, domlarni shogirdisan, bunaqasan deyapsiz-da. Domlarni men umrimda ko'rishmaganman, domlar bilan hammasi masalaga guvoh. Bu guruhga men o'zi a'zo bo'lganimga 1 oydan nari berishda bo'ldi. Undan tashqari 520 ta odamni ahmoq deyapti hozir. Bu ahmoq emas bu yerdagi odamlar. Butun aql sizga berilgan, aql tugab qolgan odamlar shunda chiqarilib o'rmagan. O'zi havorijiylikni asl sifati shundan iborat. O'zini to'g'ri deydi, boshqa hamma yo ahmoq bo'lib chiqadi, yo kofir bo'lib chiqadi bularning nazdida. Unaqa emaski? Unaqa bo'lishi mumkin emas. Hozir mavzuda aytsangiz aytdi, mana mavzuda men hozir bahs qilaman deysiz, yo'qolsam boshqa odamlarga o'chirib beramizda. Menga milishga to'lib ketdi. Buni udalik qo'ring deyapti-da. Yo'q, mavzu shu. Vaqtingizni beramiz, domlaga xohlagan vaqtni beramiz javob berish uchun. Farruh bro. 4 minutmi? Vaqtni ichida. Farruh bro, mavzu bizni mushrik degan gapiga isbot keltiradi. Dalil, shariat bo'yicha gaplashamiz. Bizni mushrik deyapti. Mana masalan shaxsan meni mushrik deyapti. Mavzu shu. Meni mushrik degan gapiga dalil keltiradi. Agar dalili qat'iy bo'lsa, men hozir hammani oldida tavba qilaman. Bundan oldingi qilgan barcha faoliyatlarimni hammasi xato ekan deb e'lon qilaman va mana shu odam, mana shu Granat aytgan yo'lga yuraman. Agar yaqiniy dalil emas, o'zini kallasidagi, o'zini xayolidagi tushuncha bilan meni kofir deb mushrik deyotgan bo'lsa va buni shar'iy asosda isbotlab bera olmasa, bu erkak bo'lib hammani oldida tavba qiladi, keyin meni aytgan yo'limga yuradi. Kelishsa mana shu duxi yetsa, erkak bo'lsa, musulmonchilikka haqiqatda g'ami tashvishi bo'lsa, mana bahs maydoni. 3 minut unga so'z bering, meni mushrik ekanimni yaqiniy dalil bilan isbotlasin, keyin menga so'z berasiz, uni aytgan gaplarini men shar'iy asosini aytaman, o'rtada keyin u savol beradi, men javob beraman, men savol beraman, u javob beradi. Tamam, shu narsani qabul qilsangiz, xolis bo'lsangiz, agar o'zimni xolisman deb e'tiqod qilsangiz, mana shu javob bering, ovozni o'chirib, boshqa yerga gapni burmang. Qabul qilsa men birinchi tashladimku, bu yerda men siyam abrorni ham hammaning mushrikligini Qur'on sunnatdan dalil qilib keltiraman. Xo'p, boshladik. Taklifini qabul qilish. Yo'q, boshladingmi sen? Boshladik. Bo'lmasa yo endi bekitmaydi, hali bahs bo'lgani yo'q-da, gapni eshitmayapsiz. Gapni eshitmayapsiz. Gapni eshitmayapsiz shuning uchun. Mana sizga 3 minut ketdi vaqt. Isbotlang. 3 minut ketdi vaqt. Nima gapim bo'lyapti 3 minut ichida? Chunki unda hali bahs boshlanmagan edi. Sen rozimisan Telegram ochib? Yo'q, men boshqa Telegram ochishlikka maqsad yo'q. Yo'q, xullas bahona qilib qochmoqchi. Men hujjat bilan, dalil bilan dokazat qilaman. Keltiring. Telegram guruhi ochib Keltiring. bugun yetadimi? Gapingizga hozir javob bering. Keltiring. Shu yerda to'g'ri hisoblarni men o'zim lichna qo'shaman shu guruhga. Agar bular ham eshitdi demoqchi bo'lsa. Bu zapisdan qo'rqyapti bu.
Tupikka kirib qolsa, ertaga gapiga javob bera olmasa, tiqitib yo'qolib qoladi. Tupikka kirib qolding, javob bera olmas, duxing yetmayapti-ku. Keyin mana guruh ochaylik. U bahs emaski, u haligi sharmanda xotinni, sharmanda xotinni u sharmanda u bir sharmanda xotinni ko'chaga chiqib ishtonsiz bo'lib, "Kel, sen ham ishtonsiz bo'l. Ana qila olmayapsan, ishtonsiz bo'la olmayapsan. Ana sen nomard ekansan" degan gap bilan bir xil bu. Biz sen kabi ishtonsiz bo'lmaymiz. Biz sen aytgan mezonga yurmaymiz. Nimaga sen aytgan mezonga yurishimiz kerak? Sen biz bilan bahs qilmoqchimisan? Seni orqangdan boraylikmi qayoqqadir? Kelding mana gapir. Bizni mushrik deyapsan. Qur'on, sunnat bilan, ummatning fahmi bilan, ya'ni salaf ummatning fahmi bilan, shariatning usuli bilan keltir dalilingni. Agar keltira olmasdan bunaqa u yoqqa qochib, bu yoqqa qochib, yangi bitta guruhni ochamiz, o'sha guruhga kelmasang nomardsan. Qanaqa usul bu? Qayerda bor bunaqa usul? Ko'chani o'rtasiga chiqib olib, ishtoningni yechyapsan-da, menga qarab, mard bo'lsang kel, ishtonni yech deyapsan. Unaqa mardlik yo'q. Granat, unaqa mardlik yo'q. Unaqa mardlik sifat yo'q unaqa. Biz maydonda turibmiz. Senga hali bahs uchun muddat berganimiz yo'q. Bahsni hali boshlaganimiz yo'q. Kirganingdan beri shallaqiliq qilyapsan, kirganingdan beri gapni aylantiryapsan, mavzuni bersak bermayapsan, senga mavzuni tashladik. Meni mushrik ekanligimni isbotlaysan. Hozir senga 3 minut vaqt beriladi. Yangi narginga o'taylik, bunga ketaylik, unaqa gap yo'q. Bu yerdagi odamlar seni ya'ni klauzing emas, xohlagan tomonga chaqirsan ketib boraveradigan. Sen hozir mana shu joyda mavzuni aniq menga nisbatan, meni mushrik ekanligimga nisbatan yaqiniy dalil keltirasan. Yaqiniy. Seni kallangdagi fikring bilan bir odam mushrik bo'lib qolmaydi. Men la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan bir kunda Allohning tavhidini 5 vaqt bayrog'ini ko'tarib turgan, Allohning tavhidini ateistlarga qarshi isbotlayotgan, Allohning tavhidini Ahmadiylarga qarshi isbotlayotgan musulmonman men. Meni mushrik degan odam yo jinni hisoblanadi yoki havorij bo'ladi. Nima qilasan qanjiq xotinlarga o'xshab bu yerda akkillar? Erkakmisan? Bo'ldi, mavzuni shaxsiyatdan chiqarib tasha. Kel shaxslar haqida gaplashmasdan din haqida gaplashamiz. Din san emassan, men emasman. Din bu o'rtada turibdi. Qur'on turibdi, sunnat turibdi, ummatning fahmi turibdi. Senga qo'y bersa, xohlaganingga. Senga hozir alohida guruh ochsak, nima bo'lishligini hamma ko'rib turibdi. Oxirgi imkoniyat. Farruh bro, ochib bunga ayting. Mavzu ketdi, 3 minut vaqt. Boshqa shaxslarni, boshqa narsalarni aralashtirmasdan Abror Muxtor Alining mushrik ekanligini shariat, Qur'on, sunnat, ijmo, ummat, qiyos rukunlari bilan keltirib bersin. Bo'ldi, ketdi. Hozir ovozini oldim. Dalilini keltirsa keltirdi, yo'masam yana senlar mushriksan deb haqorat ko'targan bo'lsa, ovozingizni bekitaman granat. Biz unaqa narsani bu yerda eshitib turavermaymiz-da, enamizdan kelib so'kinsa ham. Tamam, ochyapman vaqtni ham belgilayapman, ovozni ham ochyapman. 3 minut bering, bo'ldi. Hech kim bo'lmasin. Qachon eningdan kelib so'kindim, kes shu gapingdan, mana o'zing yolg'ondan boshlayapsan-ku gapingni. Qani men seni eningdan kelganim? Nimaga yolg'on gapiryapsan? Enamdan kelib so'kinsan ham chidab qarab turavermayman dedim. Men vaqtni belgilab qo'ydim. Bo'ldi, bo'lmang. Eningdan kelganim, ey Abror, eshityapsanmi? Qani enasidan kelganim? Enamdan kelding demadi. Taala mushrik dedimi? Men ham mushrik deyapman. Men oshchasiga o'tganim yo'q. Kofir dedimi? Kofir deyapman. Keltir. Senlarga o'xshab LGBT hizala demadim-ku. Qanaqa vijdonsan? Mushrikligini mana aytyapsan. Gruppada shuncha odam ko'rib turibdi qanaqaligini. O'sha yerda ham ko'rib turadi. So'zinglar, turist odam bo'lsa, turist odamni qo'shamiz. Faqat u yerda ovozini bekitib qo'ymaydi hech kim. O'sha yerda belgilaymiz. 5 minut men gapiraman, 5 minut sen gapirasan.
men dalilim bilan seni mushrikligingni, shu senga ergashgan bu orqangda dumlaringni mushrikligini Qur'on sunnatdan men dalil bilan dokazat qilaman. Keyin bugungi holatingni, kimligingni, seni o'rning qayerdaligini, bu avomni qanday uxlatayotganingni, har narsani o'sha yerda gapaman senga. Lekin bu yerda emas, chunki hozir o'sha ochishidan oldin bekitib qo'yaman deyapti. Enami so'ksa deyapti. Qayerda enasi so'kib? Ya bu kazzoblik-ku. Vijdonli bo'lish kerak. Aqli yo'q. Alloh subhanahu va taolo mushriklarda aqlini olib qo'ygan. Senlarda aql yo'q. Senlar kalom tutdilar. Qachonki tutilib 3 minut masalan 3 minut ba'di osmondan keladi. Yo, gapirmang, Farruh, qo'yib bering. Telegram ochishga shuni gapir. Farruh, qo'yavering, gapirsin. Ochamiz, shu yerga kirishga rozimisan? Men vallahi billahi tallahi men dokazat qilaman seni mushrikligingni. Rozimisan, Abror? Bo'ldimi? Qasam ichdim. Vallahi billahi seni mushrikligingni men Qur'on sunnatdan dokazat qilaman. Shu to'g'risida duming o'sha yerda ko'rib turadi. Hammasini qo'shamiz, adminlikdan chiqib ketaman. Boshqa Telegram bilan kiraman, o'sha yerda suhbat qilaman. Hech kimda ovozini qisa olmaydi. Tushuntira oldimmi? Haqqi yo'q chiqdi. O'rtakan uni dallol. Siyapti. Je tuhmat yo'tdi inamdan deb. Auzubillah shayton. Abror, rozimisan? Telegram ochamiz, o'sha yerda tavhiddan bahs qilamiz. Mavzu tavhid. Seni mushrikligingni men Qur'on sunnatdan dokazat qilaman. Rozimisan? Shunga javob ber. Yo'q desang, erkak bo'yi, ana orqanglaring YouTube ertaga onasi video qilib ovozimni tashlamasin. Erkak bo'lishga. Bo'ldimi? Tashasa orqasidan men ham chema ovozni, mana 37 minut hozir vaqtim ketdi, 37 minut hamma ovoz yozilyapti. Kerak bo'lsa sen bu safar avomni meni ovozim bilan alday olmaysan, har bitta gapingga kerak bo'lsa YouTube'da javob beraman senga. 3 minut vaqtimda bitta Bo'ldi. dalil keladi. Bo'ldi. Shuni. Menga 3 minut vaqt bering. Bahsni boshlagandek davom ettirib qo'yaylik. Granat mushriklarni Alloh subhanahu va taolo aqlini olib qo'yishligi to'g'risida oyatlar, hadislar da ishoralar ko'pda. Bir musulmonni mushrik degan odam o'zi mushrik bo'lib qoladi. Kofir degan odam o'zi kofir bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? Aqli ketib qoladi. Hozir mana shu joyda seni aqling ancha ketib qolganligini yosh bola ham bilib turibdi. Bitta misol aytaman senga. Hozir bu Farruh Bro degan o'rtada turgan moderator aytdiki, bu joyda biz meni onamdan so'ksa ham gapini eshitib o'tiravermaymiz. Uni o'chiramizda, deyapti. Sen uni nima deb tushunyapsan? Men seni qachon onangdan so'kdim deb tushunyapsan. Seni aytmayapti. Bu gapni ham tushunmayapsan-da, chunki seni aqling ketib bo'lgan. Buni boshqalarga aytayapman men. Ya'ni seni aytayotgani yo'q. Bu yerda ming shallaqlik qilganing bilan senga imkon beravermaymiz degan ma'noda aytayapti. Sen meni onamdan so'kding degani yo'q. Sen bir kishini onasidan so'ka olmaysan, o'zingni onangni so'kkan bo'lasan. Bu bir, ikkinchidan bu joyda seni onangni meni onamni so'kding degani yo'q. Ana shu bir odamni mushrik deganingni oqibati shu. Aqling ketib qolgan. Ya'ni o'sha mushrik degan sifat o'zingni aqlingni zadalagan. Ahvoling ma'lum. Senga 37 minut vaqtim bor, qo'yaman deb. Qo'y, seni qo'yishingni kutyapmiz. Mana shu ovozni hozir tezda adminlar, birodarlar, mana shu hozirgi suhbatni shundoq kesinglar, montaj qilmanglarda, yuqori pastini chiroyli qo'yib, tepasiga bunday deb yozinglar. Abror Muxtor Alini mushrik degan va natijada o'zi mushriklik sifati bilan aqli zoyil bo'lgan Granatning tupikdagi holi. Bu sizlarga anaqa boshlanishi. Mana sizlarga YouTube'dagi birodarlarga tezda qo'yinglar. Ajoyib prosmotr bo'ladi. Undan tashqari juda ko'p musulmonlarimizni bunga o'xshagan ahmoq, bunga o'xshagan aqli zoyil bo'lgan odamlarning ahvolidan xabardor bo'ladi birodarlar. Biz ahmoq emasmizki, hamma aytgan joyga lo'killab ketaveradigan. Biz zotan ahmoq emasmiz. Buni ahmoqligiga ikkinchi dalil 400 ta odamga hozir bir gruppa ochib o'sha yoqqa kel desam hammasi keladi deb o'ylayapti. Bu ham to'poyligi.
Bir odamni mushrik deyishdan oldin o'zingni aqlingni zadalab qo'yishligingni esda tutgin. Granat. Bratishka, boshida bratan deding-ki meni. Bratishka, uxlading sen. Seni mana shunaqangi ya'ni suhbatlardagi ahvolingni ko'rish ummat uchun foydali. 37 minut gapiribsan, birorta natija yo'q. Hali bir kirib meni makkordan ayyorga solib gapiryapsan. Xullas xulosa shu birodarlar. Menimcha bu bilan bahs tugadi. Yana bitta sarlavha. Bahs tugadi birodar, yangi mavzuga o'tamiz. Bunga kerak emas endi. So'z berish shart emas. Yana bitta anaqa sarlavha. Xavorij bilan 3 minutda tugagan bahs. Haligi ko'p YouTube'ga qo'yishimiz kerak u. Boshqalar boshqa nom bilan qo'ysa yana ham chiroyliroq chiqadi. Yana bitta chiroyli bahs. Xavorij bo'lish uchun ahmoq bo'lish kerak. Isboti 3 minut ichida. Qalay? Mana shunaqangi narsalarni qo'yib sarlavhalar bilan bularni ahmoqligini isbotlab qo'yamiz birodarlar. Chunki sarlavha butun boshli asar degani. Shu sarlavha bilan ko'p narsa ma'lum bo'ladi. Farruh Bro profili, siz o'zingiz xulosangizni aytding, bo'lgan shokizmni ham yozishyapti. To'ppa-to'g'ri, shokizm qilish kerak. 37 minut shu gapni gapirish mumkinmi? 37 minut palon anaqaga o'tamiz, bahs qilamiz. Piston anaqaga o'tamiz. 37 minutda bir marta ayt yetadi. Xo'p. Bismillah. Bu yerda men haligi shallaqili bo'lib meni mushrik desa ham, boshqa qilib haqorat qilib tursa ham, hatto onamdan kelib so'kib tursa ham men chidab tura olmayman-da, o'chiraman-da desam, men seni qachon hurmat qilding, onangdan kelib so'kdim deyapti-da. Hojiboy Tojiboyevning anaqasi bor-ku, o'zini o'g'liga nima desa yig'layveradigan o'g'liga yig'layverib miyamni qatig'ini chiqarib yubording desa, qatiq deb yig'laydi bola. Xuddi shunaqa bo'ldi-da, ahmoq bular. Bularning aqli joyida masligini dalili shu. Uni sizni gapingizni yosh bola ham tushunib turibdi. Bizni haqorat qilsa ham qo'yib beravermaymiz. Bizni haqorat qilsa qo'yib beravermaymiz. Odamni so'ksa ham qo'yib bermayman-ku desa, qachon onangni so'kdim deydi. Yana nima deyapti? Mushriklarning aqli bo'lmaydi deyapti. Astagfirulloh va atubu ilayh. Xo'p, endi mayli boshqa birodarlarga bering savol javoplarimizga. Misrdagi birodarlar bormidi savol beradigan? Shu Misr birodarlar shu yerda bo'lsa, ashlarning ovozini ochib yuboringlar, kutib qoldim. Abdujalil Al-Amiri profili qo'lingizni ko'tarib oling. Svet bormidi so'rashyapti. Shayxontohur tumanida svet yo'q birodarlar. Biz anaqada o'tiribmiz, zamonaviy shamchiroqda. Batareykalarimiz ham zo'rg'a oxirgani ishlatyapmiz. Lekin kelish kerak. Vaziyatdan foydalanib birodarlar ba'zi mulohazalarni aytib qo'yay, yaxshi fikrlar ma'nosida. Bizning xalqimizga Alloh sabr bersin. O'zbekiston, Qozog'istonning bir qismi, Qirg'iziston, yana ko'p joylarda elektr energiyasida muammo paydo bo'ldi. Inshaalloh bartaraf qilinyapti ekan. Meni bitta narsa e'tiborimni tortdi. Mana shu ko'chada yo'lga kunduzi yo'lda yuribmiz, svetoforlarning birortasi ishlamayapti. Odatda svetofor ishlamagan joylarda trafik bo'lardi. Probka bo'lib, to'palan janjal bo'lib ketardi. Men shu GAI xodimlariga mana shu xalqimizni boshiga tushgan hozirgi bu ham bir musibat. Shu musibatda alohida tashakkur aytmoqchiman. Bu musibat jarayonida xalqimizning qahramoni GAI xodimlari. Alloh sizlarga ulkan mukofotlar bersin. Har bitta svetoforning tagida GAI xodimi turibdi va hatto men ba'zi xabarlarni o'qidim. GAI xodimlari yetish bermayapti. Yo'q, ya'ni yetmayapti. Uni o'rniga uchastkovoylar chiqib, uni o'rniga ba'zi odamlar ya'ni o'zi xohlab tashabbus qilgan odamlar chiqib xalqni yo'lini to'g'ri qilib turibdi. Mana shu yaxshilikni ham e'tirof qilishimiz kerak birodarlar. Biz oddiy yo'l harakati qoidasiga o'zimizga qo'yib qo'ysa amal qilmaymiz. Oddiy yo'l harakati qoidasiga o'zimizga qo'yib bersa amal qilmaymiz. To'polon janjal tiqilib bir-birini urgan, so'kkan bo'ladi. GAI xodimlari turibdi, tep-tekis o'tiyapti hamma.
o'sha ma'noda men vaziyatdan foydalanib, internetim borligidan foydalanib aytib qo'yay. Yana qaytadan aytaman. Alloh ajr bersin. Qilayotgan xizmatingizlarga, xalqni tartibli amal qilishligiga qo'shgan hissanglarga alohida tashakkur. Sizlarga bu tashakkurni aytib qo'yish oddiy bir fuqaro sifatida burchim deb bildim. Va inshaalloh bu kunlar o'tib ketadi, yaxshi kunlar yana qaytib keladi inshaalloh. O'sha kunlarda, mana shu kunlardagi sizlarni qilgan xizmatinglarni esdan chiqarmaymiz. Xo'p, savol-javoblarga o'tamiz. Misrdagi birodarlar Ovozini ochdim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom rahmatullohi taala va barakatuh. Ustoz yaxshimisiz? Alhamdulillah. Ustoz kamgina vaqtingizni olaman, agar charchagan bo'lsangiz, boshqa safarni kutaman. Nimaydi, aytib bering. Xo'sh. Bitta bo'ynidagi granat haqida bitta narsani aytmoqchi edim. Misrni qazib olishgan, piramidalarni qazib olishgan deyishadi. Lekin piramidalar balandlikda, tepalikda turadi-da. Qanday qazib olgan, shunga hayron bo'lyapman. Ha, u agar piramidalar tuproq ostida bo'lsa, unda Misr yo'q bo'lib ketgan bo'ladi. Bu tepalikda-da, o'zingiz ham ko'rgansiz. Nima deysiz bu odamlarga? Ustoz, endi bitta bir birodarimizning omonatini sizga yetkazay. Aksentim uchun uzr so'rayman, o'zimiz samarqandlikmiz. Bemalol yo'q, Biz birodarimiz bor, shayximiz borlar, kishi yo'l. Alo. Ovoz yo'qolib qoldi-ku. Chiqib ketib qolibman men birodarlar. Bir daqiqa. Voy, bu qizib ketganiga chiqib ketyapti shekilli. Oh, mashaalloh. Internetga kiramay qoldi. Tashlab yuboryapti. Endi buni o'chirib yoqamiz, keyin kiramiz. Aziz birodarlar, internet yo'qoldi. Ovoz kelmay qoldi deyaptilar. Nega ovoz kelmay qoladi? Ovoz joyida menimcha. Xo'p. Xalqimiz bahsni yaxshi ko'radi-da. Granat bilan bahs bo'layotgandi, 1100 dan oshib ketdi. Uzr birodarlar, internet bir qotib, yana ishlab ketdi. Internetda muammo. Internet muammosi bo'ldi, birodarlar. Shu birodarlar ishlayapti. Domla bu yoqda savol beryapti. Siz chiqib ketib qolganingizni bilmabman. Birodarlar, men internetim bir qotib, yana qaytadan o'chirib yoqdim. Xo'p. Ustoz, davom ettirsam bo'ladimi? Bo'ladi. O'sha shayximiz, birodarimiz, o'sha kishini bir duo qilib qo'yasiz. Inshaalloh bir namoz ustiga, joy namoz ustiga. Keyin ustoz Qur'on haqida savol bermoqchi edim. Bu Samarqand paytida bizlar Bayyina surasini hozir Bismillahirrohmanirrohim. Va ma ursila xunafa va yuqimus solata deb o'rganganda biz O'zbekistonda, Samarqandda. Bu yerga bizda endi arablar dars beradi. Bu yerda xunafa keyin hamza harfini ateli chiqaradi. Qanaqadir xunafa va yuqimus solata deb boshlanadi. Saf hayron bo'ldim. Bu biroq nima bor ma'no shu yerda? O'zi xunafa degandagi voy. Birodarlar, internet tashlab yuboryapti menda. Xo'p, nimadan bo'lishi mumkin? Bismillah. Birodarlar, menda internet o'tib yuboryapti.
birodarimiz bergan savolga hunafa Qur'oni Karimdagi o'sha Bayyina surasidagi hunafa kalimasidagi oxiridagi hamza hunafaga tegishli-da. Agar to'xtasangiz hunafa oxiridagi hamza borligini bildirib to'xtaysiz. Keyin va yuqimus solata alohida jumla o'qiladi. Agar hunafa deb to'xtab va yuqimus solata desangiz istifhom harfi bo'lib qoladi, savol harfi. Namoz va namoz o'qiydilarmi, zakot beradilarmi degan savol bo'lib qoladi. Shuning uchun u joiz emas. Agar to'xtamasangiz aytasizki hunafa. Voy mashalloh. Birodarlar, internetda problema bo'lyapti. Men Facebookdan buni gapirib qo'ya qolay. Agar hunafa da to'xtamasak, qo'shib o'qib ketadigan bo'lsak, hunafa va yuqimus solata va yu'tuz zakah va zalika dinul qoyyimah deyiladi. Hunafani asi a bilan o'qiladi. Agar qo'shib o'qib ketilsa. Agar a qo'shilmasa, hunafada to'xtalsa, unda hunafa va yuqimus solata va yu'tuz zakata va zalika dinul qoyyimah deyiladi. Shu edi birodarlar, granat degan bilan bo'lgan bahsimiz bugun kulminatsion bahs bo'ldi. Xalqimiz bahsni yaxshi ko'radi nimagadir. 1200 ga yaqin, 1100 dan oshiq odam bor edi. Keyin 590 ga tushib qoldi. Granat biratishga chiqib ketgandan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Birodarlar, shu joyda suhbatni yakunlaymiz. Barchalarga Alloh subhanahu va taoloning rahmati, nusrati bo'lsin. Musofirda yurgan birodarlar duo so'rayaptilar. Musofirdagilarga Haq subhanahu va taolo ahllariga go'zal suratda ulkan g'animatlar bilan qaytib kelishlarini nasib qilsin, bemorlarga shifo bersin. Bo'ydoqlarga juft halollar bersin. Yuzlariga tabassum yugurdi bo'ydoqlarimizni. Turmushga chiqmoqchi bo'lib turgan qizlarimizga baxtli oila nasib qilsin. Farzand kutayotganlarga Haq subhanahu va taolo solih zurriyatlar ato qilsin. Ota-onalarimizni umrini uzoq qilsin. O'tganlarni rahmat qilsin. Ahli ilmlarimizga Alloh taolo o'zi nusrat, haybat, hidoyat, taqvoda peshqadamlik nasib etsin. Xo'p, talaba ilmlarimiz, butun dunyodagi musulmon talaba ilmlarimizga Alloh taolo o'tkir zehn, taqvo, ibodat, ummatga xizmat, shijoat ato qilsin. Butun dunyoda mazlum bo'lib turgan musulmonlarimizga o'zi najot bersin. Haq subhanahu va taolo o'zi dunyo va oxiratimizni obod qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.